Assalomu alaykum aziz do'stlar. Jarayonlarimiz yakunlanib qoldi. Mana o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, bu joyimiz уже ko'chatlarga tayyor. Ertadan xudo xolasa boshlaymiz. Eshikni yopamiz. Hozirgi qilayotgan ishlarimiz purkagichlar o'rnatyapmiz. Xo'p, bu yerda endi bir savol chiqadi. Purkagichlarni qanday o'rnatish kerak? Buni bir-birini to'g'risiga qo'yish kerakmi yoki shaxmatli porядкаga qilish kerakmi? Albatta biz buni shaxmatli porядкаga qilyapmiz, ya'ni shaxmat usulida qilyapmiz. Qanday? Ko'ryapgan bo'lsangiz, xo'p, har bir shlankaga 1 metr oraliqda purkagich qo'yiladi. Ikkinchi shlankaga ham xuddi shunday. Hammasi 1 metr oraliqda qo'yiladi. Faqat usul bunday. Mana ko'ryapgan bo'lsangiz, buni to'g'risiga ikkinchi shlankadagi purkagich to'g'ri kelmaydi. O'rtasiga to'g'ri keladi shaxmat usulida. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bitta purkagichimiz va ikkinchi purkagich. Ikkinchi qatordagi purkagich bu ikkalasining o'rtasiga tushgan. Uchinchi qatordagi esa bu bilan birinchi qatordagi purkagich to'g'ri. To'g'rimi-to'g'ri. Xuddi mana shu usulda qilinadi. O'shanda ekkan ko'chatlaringiz yoki o'sha kasetagami, nimaga qilsangiz ham, kulokka qilasizmi, ko'chatlaringizga bir xilda suv tushadi. Xo'p, bu yerda kokosniy substrat shunga ekiladi. Mana shunda ichida buni ichida perilit degan dori ham bor. Perilit namlikni ushlab turadi. Hozir ko'rinmayapti. Hozir kamerada ko'rinishi qiyin, lekin realni ko'rsa bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oq turibdi. Mana shular hammasi perilit. Bu nima qiladi? Bu namlikni ushlab berib turadi. Ildiz rivojlanishiga yaxshi foyda beradi. Biogomusdan ham ko'ra, torfdan ham ko'ra mana bu kokosniy substrat yaxshi rivojlantiradi ildizni. Xudo xolasa ish ertaga boshlanadi. Bu yerda ham bu ikkinchisi edi. Birinchisi уже ildizlab qoldi, ancha o'rashni boshlagan. Xudo xolasa buni ertaga video qilib tashlaymiz. Hozircha shu. Sog' bo'lasizlar do'stlar, omon bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlashda doim ilg'or bo'lib turinglar. Sizlarga yaxshi ma'lumotlar berishlikda bardavom bo'laveramiz. Barchalarga omad.